أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. الصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. Assalamu alaykum qarindoshlar. Bugungi suhbat temasi dunyoning imtihon yuzi degan temada bo'ladi yana bu. Ya'ni ikkinchi qatimliq suhbat bo'ladi. Dunyoning imtihon yuzi degan temada. Bu dunyodagi imtihon yaxshi va yomonni tanlash haqida bo'ladi qarindoshlar. Har qanday bir imtihonning temasi bor dedik-ku. Bu dunyodagi insonning imtihoni yaxshi va yomonni tanlash haqida bo'ladi. Yaxshi va yomon degan bu hukmni Alloh beradi. Nimaga yaxshi, nimaga yomon deyishning hukmini Alloh beradi. Haq va botilni tanlash haqida bo'ladi. Nimani haq va nimani botil deyishni bu hukmni Alloh beradi. To'g'ri xatoni tanlash haqida bo'ladi. Nimaning to'g'riligini, nimaning xatoligini hukm berish Allohning haqqidir. Buni tanlaymiz. Halol haromni tanlash haqida bo'ladi. Halol haromni Alloh va Allohning rasuli tanlaydi buni. Buni tanlash haqida bo'ladi. Yana biri go'zallik va saflikni tanlash. Ya'ni qanday narsalarning go'zal narsalar ekanligini, qanday narsalarning, qanday qiliqlarning sa'at qiliq ekanligini buni hukmini Alloh beradi. Yana birisi adolat va zulmni tanlash. Ya'ni nimaning adolat ekanligini, nimaning zulm ekanligini buni Alloh hukm beradi. Ya'ni bu adilkan, bu adolatlikkan degan hukmni Alloh beradi. Bu zulm, bu nohaqchilik deganni buning hukmini Alloh beradi. Bizning bu dunyodagi vazifamiz mushu imtihon. İnsonni bu imtihon maydoniga kirgizgan chaqda Alloh taolo, ya'ni mushu dunyoga yetadigan chaqda insonning o'ng tarafiga haqiqiy iloh sifatida o'zini qo'ydi Alloh. Ey inson, haqiqiy ilohing men deb Alloh o'zini qo'ydi o'ng tarafimizga. Sol tarafimizga saxta iloh sifatida nafsimizni qo'ydi. Nafs degan bir jonliq bor bizda, uni mavhum bir saxta iloh sifatida qo'yib qo'ydi. Endi imtihonga kirib oldik. Endi imtihon savoli nima? İmtihan suali ilahing kim, Rabbing kim degan savol. Ya'ni ilahing Allah mı yoki nafsingmi? O'ng tarafda haqiqiy bir iloh va ma tarafda mavhum, saxta bir iloh va ikkisining qaysini tanlaysan deydi. Undaqda bu imtihondan muvaffaqiyatli o'tish uchun bu mavhum jonivor nafsni tunib chiqish to'g'ri keladi. Qarindoshlar zaten Allohni tunaymiz. Ama nefsni, o içimizdeki narsa, bunu köpünçümüz tanıyamayı qilamiz. Shuning uchun nefs degan nima? Buni tunib chiqishga to'g'ri keladi. Nefs bo'lsa insondagi menlik va o'zlik tuyg'usi bo'lib, bu tuyg'u insonga omonat sifatida berilgan. Bu tuyg'umi alqi bizga omonat sifatida berilgan bir tuyg'u. Bu omonat qanday omonat desanglar qarindoshlar? Alloh taolo koinotni yaratishdan burun bütün mavjudotga tenglagan va tanglab va taklif qilgan omonat shu. Allah bütün kainatni yaratishdan burun hammamiz insondan tortib bütün jonliq, jonsiz hamma narsa modda holimizda Allah bütün kainatga bir taklif sungan. Ey kainat moddalari, aranglardan inson deydigan bir maxluq yarataman. Bu insonning ichiga nafs degan bir jonliqni qo'yib qo'yman. Bu insonga iroda beraman. Bu nefs bilan bu iroda insonga omonat shaklida beriladi. Bu yerga yana nurg'un qonun qurollarni qo'yib qo'yman. Shu nefs irodasini qo'llanib, qonun qurollarimga amal qilsa, meni rozi qilsa, jannatda muxotab bo'lib abadiy birga yashaymiz. Agar nefs irodani xato qo'llanib, bu dunyodagi qonuniyatlarni xato qo'llanib imtihondan o'tolmasa, butunlay o'zimdan oriyataman
rahmat doiramdan qo'g'lab chiqaraman, jahannamga tashlayman. Shuning uchun bu taklifda bek yo'g'on fursatmi bor? İnsanlık maqamiga chiqsizlar. Yana birisi bek yo'g'on xatarmi bor? İnsanlık salohiyatinglarni saqlab qololmasanglar, asbil sap bilan uchib jahannamda abadiy yonadigan eng yirkinch maxluqqa aylanib ketasizlar degan taklifdir. Bu taklifni butun mavjudotga tanlagan taklif qilgan amonat shuti. Bu amonat osmonlar, zamin va tog'lar elishdan qo'rqqan, ustiga ilishdan yaltaygan amonat shu qarindoshlar. Qur'onda deyiladi-ku, tog'larga, zaminga, osmonlarga biz buni taklif qildik, hammasi qochdi, inson oldi degan amonat, mush nafs, nafsning ichidagi iroda degan amonat shu. Bu amonat insoniyat ustiga olgan va Odam alayhissalomdan ta hozirga qadar insoniyat olamini gul-gulistonga aylantirgan Tuba daraxining yoki insoniyat olamini jahannamga aylantirgan mal'un zaqqum daraxining urug'idir. Bu nafs degan. Bu amonatni biz dunyo hayotimizda men deb tanıymiz. Hammamiz men deymiz-ku. İçimizde bir menlik var. Şu qarab şu men deymiz. Şu men deganimiz şu nefsimiz şu. Ve vücudumuzning merkezinin Allah'ga paralel yer birimiz. Şu kalbimizning merkezde o'ng tarafta Allah, yan bir tarafta nefs şu paralel turadi. Mana bizning bu dunyodagi imtihonimiz dal mushu nuqtadan boshlaydi. İnsandaki bu men Allah'ning insondagi bu men Allah'ning maxfiy xazinasi bo'lgan Esma-i ilahiyaning ochquchi bo'lganidek sebep perdeleri ve sebep netice kanuniyetleri bilen perdelengen kainat tılsımının sırlık açıkçıdır. Karındaşlar bunu biraz açık doğru geliyordu. İnsandaki men Allah'ın mehbi hazinesi boğan Esma ilahinin açıkçı boğanı dek. Allah'ın Esma ilahisi var karındaşlar. Bütün kainatı yayılgan, aktif işlavatkan Allah'ın esma ve sübetleri var. Muş Allah'ın esma ilahisinin açıkçı mı? Yani şu nefs şu, men şu. Bu dünyada sebep perdeleri var. Bu perde deyişimizin sebebi Allah bütün kılıklarının üstüne, bütün sanatlarının üstüne, bütün nimet, fazla keremlerinin üstüne sebepler bilen perdelep koyarlık. Yüzünü köstüp koymaslık için ve imtihan bozulup ketmeslik için Allah hem kılık faaliyetlerinin hemmisini, yaratış faaliyetlerinin hemmisini perdelep etken sebepler bilen. Bu dünyada sebep netice kanuniyetleri var. İngilizce'de cause and effect deyiladi. Cause and effect sebep netice kanunları. Bir iş kılgandan keyin onun bir neticesi bo'lgan bir kanuniyet var. Sebep netice kanuniyetleri bilen perdelengen kainat tılsımının mı sırlık açıkçıdır bu men, bu nefs degan hemmini açıdığan narsa. O menning mahiyeti bilingende kainat tılsımı mı vücub aleminin mehbi hazineleri açıldı. Yani kainat hazineleri diye vaktimizde, kainat tılsımı diye vaktimizde onu düşünemiz kardeşler. Dünyada vücub alemi deydiğen bir gap var bizim dinimizde. Bizim dinimiz bu alemni 3 xilga ayırdı. Birincisi vücub alemi. Vücub alemi aşağı Allah'a ait olan bir alem, bulmasa bulmaydigan alem. O bulmasa hiç nima bulmaydı. Onda bo'lgandikin vücub alemi bulmasa bulmaydigan alem. Allah'a dair bir alem. İkinci xili imkan alemi. Alemin imkan deyiladi. Bo'lsa mı bo'ladigan, bo'lmasa mı bo'ladigan alem. Mesela mush kainat o'xshash. Mesela mush kainat bütün yo'qolib ketsa, hech nimaga ta'siri yo'q. Bunda kainatın 100 ming milyon olib ketsa, yana hech nimaga ta'siri yo'q. Allah'ın kudretiga hech qanday ta'sir ko'rsatmaydi. Allah'ın ilmiga ta'sir ko'rsatmaydi. Allah'ın xazinasiga hech nimasiga ta'sir ko'rsatmaydi. Shuning uchun bu kainatda alqin bekjiq kainatning bo'lishi,
Alemning bu kadar keng bo'lishi sababi shu. Bu hammasi mumkinat olamiga kiradi. Buning bo'lishi, bo'lmasligi Allohga ta'sir ko'rsatmaydi. Masalan, biz shu mumkinat olamining bir parchasi. Masalan, biz yo'qolib ketsakmi, bu narsaga ta'sir etmaydi. O'lsakmi, tug'ilsakmi hech nimaga ta'sir etmaydi. Uchinchi xildagi olam alamul mumtani deyiladi. Bo'lsa bo'lmaydigan olam. Bo'lishi cheklangan olam. Gunohlar olami, rezilliklar olami. Buni Alloh butunlay cheklab etgan. Bu bo'lmaydigan olam. Shundoq bo'lib, bu olam uchga bo'linadi. Shu vujub olami degan Allohga doir olam. Shu nafs orqali shu vujub olamimi bilinadi deydi. U menning mohiyati bilinganda koinot tilsimimi vujub olamining maxfiy xazinalari ochiladi. Ya'ni olamning ochqichi insonning qo'liga berilgan qarindoshlar. Men shaklida insonning nafsiga esib qo'yilgan bu olamning ochqichi. Koinot va darvozalari zohiran qaramoqqa bo'shliqdek ko'rinadi va uchiq ko'rinadi. Koinot qarasa hamma bo'shliq, hamma uchiq, cheksiz ketgan bir koinotdek ko'rinadi. Amaliyotda har yer ilm va hikmat bilan to'lgan. Ve her yer Allah'ın kudreti, ilmi, nimeti, seneti, rahmeti, inayeti, celali, cemali, kemali katarlık fezli kerime sebep kanuniyetleri bilen ve sebep perdeleri bilen kaplangan. Nima uchun? Uyaga bir sebep bilen kaplap koymasa Allah'ın yukarıda deyilgen bütün faaliyetleri aşkarlanıp gidiyor. Allah'ın kılganlığı uçuk aşkarı bilinip ketidi. Bu dünyadaki imtihan perdesi kaldırılgan buludu, imtihan bozuldu. Şunun için Allah imtihan ehvalini mukim saklap kalish için bütün kudretiga dair, ilmiga dair, nimetiga dair, senetiga dair, rahmetiga dair, inayeti, celali, cemali, kemali degandek mushundaq faoliyatlarning hammasini sebep kanuniyetleri bilen, sebep perdeleri bilen kaplab etgan. Şunun için Allah Teala insonga amonat sifatida shundoq bir tilsimliq ochqich ato qilganki, men atliq bu ochqich to'g'ri qo'llanilsa, bütün alemlerinin dervazlarını insonga ochadi ve insonni bütün alem, kainat ve yaratquchi qudrat bilan tunishtirib chiqadi. Kainatni yaratquchi qudratning maxfiy xazinalari uning bilan kashf qilinadi. To'g'ri qo'llangan vaqtimizda inson kashfiyot yaratadi. Men namliq bu nafs o'zimi shundoq bir mug'laq va murakkab bir muammo ki, uning ochilishi mushkuldir. Bu nafsni tushunish mushkul. Eğer onun haqiqiy mohiyati ve yaratılış sırrı bilinse, nefsinin yaratılış sırrı bilinse, onun sırrı açılganidek bütün kainatning sırrı açıladi ve kainat yaratgan kudretni tunulishga başlaydı. Endi bunu biraz açaylı. Kainatning yaratquchisi Allah Teala insonga amonat sifatida ve nefs namida shundoq bir menlik bergan ki, Allah Teala bu nefs orqali uluhiyetining, rububiyetining, o'zining sifatlarining, ijroatlarining, qilayotgan ishlarining tunulinishini xohlagan. Va bu nafsni bir o'lcham birlik qilib qo'llanishni xohlagan. Bizning nafsimizni Alloh o'lcham birligi qilib qo'llanishni xohlagan. Va bu nafs orqali rububiyat sifatlarining, uluhiyat shu'unatining o'lchanishini maqsad qilgan. Xuddi har qanday bir o'lcham birligi mavhum bir narsa bo'lganidek ve haqiqat bo'lish shart bo'lmaganidek, nefsmo nisbiy ve mavhum bir o'lcham birligi bo'lib, Allohning uluhiyat shu'unatining, rububiyat sifatlarining hammasini asli mohiyati ve haqiqati bilan o'lchayanmasimi, faqatla insonni Allohga qoyil qilgudek darajada, Allohga taslim bo'lgudek darajada, Allohni tunib yetkidek darajada o'lchayalaydi nafs. Bu nefsini ölçem birlik dedik ya, mesela ölçem birlik desek, mesela 1 metre desek,
bir metrni, masalan, 100 santini 1 metr deymiz. Buni hammamiz qabul qilgandan keyin shuning uchun uni o'lcham birligi deymiz. Birlikkaga o'lcham shu. Uningki bir nimasi yo'q. Mavhum narsa. Haqiqat bo'lish shart emas. Masalan, 1 metr illaki 100 sant bo'lish shart emas. Agar uni 200 santini 1 metr deb birlikka kelsak, 200 santi 1 metr bo'ladi. Agar 50 santini 1 metr desak, 50 santi 1 metr bo'ladi. U faqatla mavhum nisbiy narsa, insonlarning birlik kelishiga erishib o'tirg'i chiqadigan bir narsa. Shuning o'xshagan nafsni Alloh ashunday bir o'lcham birligidek, mavhum bir o'lcham birligi qilib qo'llanishni xohlagan. Endi bir savol chiqdi bu yerda. Nima uchun Allohning ismlarining va sifatlarining tunilishi nafsga va yoki manlikka bog'liq bo'ladi? Allah bu nefsini o'lcham birligi qilib qo'llanadi. Shu nefs orqali Allah tuniladi. Nima uchun Allohning tunilishi nefsga bog'liq bo'lib qoladi deydigan bir savol chiqdi. Javob shu. Chunki mutlaq va muhit bir narsaning cheki va chegarasi bo'lmaydi. Masalan, Allah mutlaqdir. Mutlaq degan gap qarindoshlar bu biz Uyg'urchada gap qo'llanamiz, ammo biroz xato yerlarda qo'llanamiz. Mutlaq degan gap butunlay echib etilgan uchi yo'q degan gap. Masalan, Allah mutlaq. Hech qanday yerdan uchini topqilinmaydi. Yana birisi muhit. Butun hamma narsani qo'rshab turuvchi Allah hamma narsani o'z ichiga oladi. Allahning qo'rshishidan hech narsa sir chiqmaydi. Chunki Allah mutlaq va muhit. Mutlaq va muhit bir narsaning va chegarasi bo'lmaganligi uchun uningga bir shakl tasavvur qilish mumkin emas. Chunki biz ichida ya shuni ko'rolmaymiz, ya teshini ko'rolmaymiz, ya abashini, ya beshini, ya tegini, ya tubini hech jirini ko'rolmaymiz. Bir shu qo'rshilib turug'liq bir yerda bunday bir ahvol ostida uningga bir shakl tasavvur qilish mumkin emas. Uningga bir surat xiyol qilish mumkin emas. Masalan, Allohning surati qandaqdir bilolmaydi. Chunki u mutlaq va muhit. Shundaqla uni muayyanlashtirish mumkin emas. Chunki hech nimasini bilmagandan keyin ma'lumatsiz bir narsani muayyanlashtirib bo'lmaydi. Uningga undaq yoki mundaq deb hukm chiqarish mumkin emas. Ya'ni uning mohiyatini bilish, tushunish mumkin emas. Mutlaq va muhit narsa shunday bo'ladi. Endi buni Allohning mutlaq muhit dedik. Endi tushunish uchun kichiklatib, dunyoga ekilib misol bilan tushuntirish to'g'ri kelsa, masalan, qorong'uliqsiz bir yorug'lik bilinmaydi. Masalan, bir yorug'lik bor deyli, hech qachon qorong'u yo'q. Masalan, bir kunduz deb o'ylayli. Bir kunduz. Bu bir yorug'lik, par aşağı aptab chiqib turgan bir yorug'lik bir kunduz va buningda hech qanday bulutmi yo'q, shamolmi yo'q, qorong'ulikmi yo'q. Ebediy o'zgarmaydigan, qilchi mit qilib o'zgarib sanmaydigan bir yorug'lik tasavvur qilayli. Doimiy parlab turadigan bir nur tasavvur qilayli. Buni o'ylangan vaqtimizda, biz shuning ichida yashalgan vaqtimizda biz u nurni, u yorug'likni his qilmaymiz. Chunki biz shuning ichida bo'lgandan keyin davomli tug'ilsaqmi shu, o'ldigan vaqtimizmi shu bo'lgandan keyin unda yorug'lik, nur deydigan bir narsa aqlimizga kelmaydi. Qachoniki bir haqiqiy qorong'ulik bilan yoki vahmiy bir qorong'ulik bilan u nurga bir chek ve chegara sızılsa, shu chaqda u nur andın bilinadi ve his qilinadi. Mesela bir daire çizip bir yerga qarang'i bir daire. Nurning ziddi o'ttirg'i chiqib, bir parchasini ihot qilgan vaqtida, uniki mavu yorug'lik ekan, mavu qarang'ilik ekan deb shu chaqda yorug'lik biladi. Tu'raful ashya'u bi afdadiha degan bir qoida bor. Har qanday shay'i, har qanday narsa ziddi bilan bilinadi. Ziddi bo'lmasa bilinmaydi. Masalan, dunyoda eski odam bo'lmasa, hammadan mukammal yaxshi odam bo'lsa, u yaxshi odamning qadri bilinmaydi, yaxshiligi bilinmaydi. Chunki hammadan o'xshash. Agar yaxshi odam bo'lmasa, hammadan eski bo'lib ketsa,
u yaxshilikni qadr bilmaydi, chunki hamma emas bo'lgandan keyin. Shuning uchun bir narsaning ziddi kelgandan keyin u narsa bilinishga boshlaydi. Haqiqiy qarong'ulik bilan yoki vahmiy bir qarong'ulik bilan u nurga bir chek va chegara sizilsa, shu chaqda andan keyin u nur andin bilinadi va his qilinadi. Xuddi shuningdek Alloh taolaning ilm, qudrat, hikmat, rahmat kabi minglarcha ismlari va sifatlari mutlaqdir. Allah qanday mutlaq bo'lsa, Allohning ismlari mutlaq, Allohning sifatlari mutlaq bo'ladi. Ham muhitdir, cheksizdir va chegarasizdir. Shuning uchun ularga bir shakl tasavvur qilish mumkin emas. Allohning asmo sifatlariga bir surat xiyol qilish mumkin emas. Shundaqla uni muayyanlashtirish mumkin emas. Uningga undaq yoki mundaq deb hukm berish mumkin emas. Ya'ni ularning Allohning asmo va sifatlarining mohiyatini bilish va tushunish mumkin emas. Ya'ni ularning haqiqiy cheki va chegaralari bo'lmaganligi uchun insonlarning tushuna olishi uchun va his qila olishi uchun ularga faraziy va vahmiy bir chek va chegara sizilish kerak bo'ladi. Bizning tushunishimiz uchun Allohning ismi sifatlariga vahmiy bir chek va chegara sizilish kerak bo'ladi. Bu vazifani, ya'ni vahmiy bir chegara sizish ishini mana shu bizdagi nafs va bizdagi manlik tuyg'usi ado qiladi. Bu nafs o'zida shundaq bir mavhum rububiyat ijod qiladi. O'zida mavhum bir malikiyat xiyol qiladi. Malikiyat deganimiz alqa. Egilik engi, bir narsaga ega bo'lish engini malikiyat deydi. Malikiyat xiyol qiladi. O'zida bir xil qudrat va bir xil ilm bor deb o'ylaydi-da. Allohning u go'zal, muhit va mutlaq ism sifatlariga haqiqiy bo'lmagan mavhum bir chek va chegara sizishga boshlaydi. Allohning asmo sifatlariga bizdagi nafs chegara sizishga boshlaydi. İnsanning nafsi mana mushu nuqtaga kelganda Allohning qudrati mandaq, mening qudratim mundaq. Allohning ilmi mandaqkan, mening ilmim mandaqkan. Allohning san'ati mandaqkan, mening san'atim mandaqkan deb selishtirib Allohning bilan o'zininkini, Allohning haqiqiysi bilan o'zidagi mavhumni selishtirish orqali chek-chegara ayirishga boshlaydi. Yana bu yerga qadar mening va bu yerdan keyingisi Allohning deb taqsimot qilishga boshlaydi. Natijada nafs o'zidagi o'zi xiyoliy yaratgan o'lcham birliklari bilan Allohning mulkini, ilmini, qudratini va ism sifatlarini o'lchashga boshlaydi va ularning mohiyatini tushunishga boshlaydi. Nafsni Allohning o'lcham birligi qilib qo'llanishining sababi shu. Nafsda shu xususiyat bor. Mening deymizga, masalan, mening vatanim deymiz. U vatanni men yaratdimmi? Yo'q. Yaratgan Alloh. Mening anam, mening dadam deymiz. Ularning yaratilishini bilasan bormi? Yo'q, 0, 0 hissimiz. Mening balam, mening kalam, mening uyam deymiz. Biz yaratmadik. Shuning bilan bizningki mening degan narsalarimiz bilan bizning aloqamizni bir joyga to'plab, shu narsa bilan Allohning aloqasini bir joyga to'plab, anki selishtirgan vaqtda mening aloqam ba'zi yerda 0, ba'zi yerda 0dan kichikkina hissam bo'lsa-mu, 0dan tuvan hissam bor ekan, ammo Allohning cheksiz hissasi bor ekan deb o'zimizninkini kichik, Allohninkini cho'ng qilib ko'rishga boshlagan vaqtda nafs aninkini Allohning buyukligini, Allohni tunish qilishga boshlaydi menga. Masalan, nafs o'zidagi mavhum rububiyat bilan koinotni yaratgan qudratning haqiqiy rububiyatini tushunishga boshlaydi. Nafs yana zohiriy va mavhum malikiyati bilan, mavhum malikiyat deganimiz egilik istiki. İnsanning ichidagi mavhum egilik istiki bilan yaratquchining haqiqiy malikiyatini tunishga boshlaydi. Masalan, bu uyning egasi men bo'lganimdek, yaratquchi Alloh bu koinotning egasi deb muhokama qila oladigan bo'ladi.
Yana nafs o'zidagi juz'iy va parcha ilmi bilan Alloh zotining yaratgan zotining haqiqiy ilmini ta'min etishga boshlaydi. O'zidagi parcha san'at qobiliyati bilan yaratgan egimiz Allohning haqiqiy san'atini fahmlashga boshlaydi. Masalan, bu uyni men planlab bino qilgan bo'lsam, shu koinotni bir planlab bino qilgan bo'lishi kerak. Chunki insonlarning qo'lidan keladigan oddiy narsalar o'zligidan paydo bo'lmaganiga qaraganda, bu murakkab sistemalarga sahib bu koinotdagi mavjudotni cho'qim bir qudrat yaratgan bo'lishi kerak deydi. Va hokazo. Mushunday ma'noda insonningki nafsi, irodasi o'lchimi mushunday ma'noda. Nafs yaratilish g'oyasiga uyg'un holda ishlashga boshlaydi mushunday bo'lganda. Demak, Allohning ism-sifatlarini, ilohiy qudrat va san'atlarini, Rabbaniy ilm hikmatlarini, Rahmoniy noz-u ne'matlarini va rahmat inoyatlarini qadr-ahvol bildiradigan, ko'rsatadigan nurg'un sirliq alohidaliklar va mavhum o'lcham birliklari nafsga berilgan yoki nafsga yerlashtirilgan. Nafsda shunday alohidaliklar bor. İnsandaki nefs ve menlik eynekке o'xshash bo'lib, eynekning ikki yuzi bo'lganidek, nefsning ikki yuzi bordir. Eynekning pokiz yuzi qarshisidagi muxotabni ko'rsatadi. Ammo orqadagi sirlangan, sayqallangan yuzi o'zidan boshqa hech narsani ko'rsatmaydi. Xuddi shuningdek, nefsningmi va menlikningmi ikki yuzi bordir. Biri haqqa, to'g'riga, adolatga, go'zallikka va halolga uchiq bo'lgan pokiz yuzi bo'lib, nafsning bu yuzi yaratilish g'oyasiga uyg'un holda egasiga xizmat qiladi va qarshisida nima bo'lsa, adolat bilan shuni aynan ko'rsatib beradi. Xususan egasining jamolini, surini, haybatini ko'rsatib, egasini mamnun qiladi. Ya'ni Allohning jamolini, surini, haybatini, san'atini mush koinotdagi mavjudot ustida ko'rsatib turdi. Egasini mamnun qiladi ko'rsatish orqali. Bu ma'noda aytganda, nafsning yaxshi yuzi shundoq bir pokiz yuzdirki, egasiga bo'ysungan holda egasi bo'lgan Alloh taolaning butun ism-sifatlarini, ilohiy shu'unatini, Rabbaniy ijroatini, Rahmoniy inoyatlarini o'zida ko'rsatadi. U Allohga qoyil bo'ladi, e'tirof qiladi, Allohni tuniydi, Rabbini suyadi va yaratquchisi rahbarligida dunyo va oxiratlik baxtini qozonadi. Alloh taolo bu vaqtda Qur'onda mundaq deydi: Qad aflaha man zakkaha. Sura Shamsning 9-oyatida nafsini pokiz tutgan kishilar cho'qim qozonadi, cho'qim qozondi. Shuning uchun nafsni pokiz tutish lozim. Nafsning bu pokiz yuzini texmi pokiz tutib, nafsimizni eynekning pokiz yuzi sifatida qo'llanib, dunyoning hamma yerida, hamma narsada Allohni ko'rsatib beralisak, butun dunyodan to'plagan fikrlarni bilimga aylantirib, bilimni irfonga aylantirib, irfonni ma'rifatga aylantirib, ma'rifat orqali Allohni tunib, Allohga bog'lay olsak, qozonganlar qatorisidan chiqamiz. Yana bir yuzi var nefsinin. Nefsinin yana bir yüzü batılga qaraydı, xatoga, zulmga qaraydı, adolatsizlikka yuz tutadi, haromga qaraydi, sertlikka va qonunsizlikka qaragan mehnat va paskun yuzi bo'lib, bu yuzi eynekning sirlangan yuzidek, o'zidan boshqa hech narsani ko'rsatmaydi. Eynekning sirlangan tarafiga qarab baqsaq, shu eynekni ko'ramiz, o'zidan boshqa hech nimani ko'rsatmaydi-ku. Bu yüzü nefsinin özünü Allah'ın o'rniga dastib, yaratquchi Allohni tunimaydi. Allohni ko'rsatmaydi. O'zini birinchi o'ringa qo'ydi, kibrlanadi, o'zini ilohlashtirib, hammaning o'ziga cho'qinishni orzu qiladi, hamma narsaning o'zining bo'lishini orzu qiladi, butun umrini bu buzuq yo'lda xeylaydi. Natijada dunyo va oxiratlik baxt saodatini vayron qiladi ve ebedi baxt
ebedi bedbaxt bulup cehennemge mahkum buludu. Allah Teala yana bu haqda Kur'an'da bundaktaydı. Ve kad khâbe men dessaha. Sure Şems'in 10. ayetinde nefsini meynet tutkan kişiler çokum ziyan tatıdı. Yani nefsinin meynet yüzünü kullanganlar çokum ziyan tatıdı. Pakiz yüzünü kullanganlar kutuludu, paydalıdı diye buludu. Nefsinin bu meynet yüzü bekli xatarlik boğaçqa. Allah Teala bu amanetni osmonlarga, zaminga va tog'larga tanlaganda hammasi nefsinin bu xatarlik yüzüden hürküp kaçtı. Elishtin yaltaydı. Allah Teala bu mezmunni Kur'an-ı Kerim'de mundaq ifadelaydi. Bismillahirrahmanirrahim. İnna aradnal amanete alas semavati vel ardı vel cibal fe'abeyne en yahmilnaha ve eşfaqna minha ve hamalahal insan innehu kana zalumen cehula. Biz öz vaqtida kainatni yaratishdan burun bu amanetni hazır temisi o'tgan nefs amanetini, nefsga yerleştirilgan irada amanetini osmonlarga, zaminga, tog'larga tanlagan. Bunda deyishning sababi hazır bizga cho'ng ko'ringan narsalar osmonlar, zaminlar, tog'larga eng kuchli, eng cho'ng deb qaraydiganlarimiz. Yani ey inson, sening ustingga berilgan bu amanatdan mush koinotdagi eng yo'g'on mahluqotni qo'rqib, hurkib qochgan bir amanat. Bu amanatni sen üstlendin. Avul qo'rqdi, hurkdi, qochdi. Buni inson üstlendi. Ve hamalahal inson ustiga oldi. İnnehu kana zalumen cehula. Çünkü inson zalum, cehul bo'lganligi uchun buni ustiga oldi. Nima uchun? İnson ustiga kelib ulug' bo'ldi. İnson zalum bo'lganligi uchun. Yani zulm qilishga mayil bo'lg'achqa bu amanatning ichida adolat var. Bu amanatni to'g'ri qo'llansa, adolat to'liqlanib, zulm tarafi tuzlanadi. Yani inson jahul, nadan bu amanatni to'g'ri qo'llansa, ilm ilib, ilmni irfonga aylantirib, irfonni ma'rifatga aylantirib, anandan resmi Allah'ni tanıydigan bo'ladi. İnsanning jahul, jahil tarafi, nadan tarafi tuzlanadi, yo'q bo'ladi. İnsanning ehtiyoji bo'lg'achqa, adolatga ehtiyoji bo'lg'achqa, insonning ilm, irfonga ehtiyoji bo'lg'achqa, mushi ehtiyojni deb inson oldi. Shuning uchun insonning bu dunyodagi vazifasi adolat va irfon. Adolat degan insonlar orasida bo'ladigan narsa bizning vazifamiz. Allah bizni ibodat uchun yaratdim dedi-ku. İbadetning ikki parchasi var. İnsanlar o'rtasida adolat, inson bilan Allah arasida nima? Ilm, irfon. Yani Allah'ni tunish, Allah'ni o'rganish, Allah'ni bilish. Allah'ning haqqini verish degan gap. Endi biz dunyo hayotiga, insoniyat tarixiga bir qarab chiqaylik. Adem alayhissalomdan ta hozirgacha bu dunyoda ikki cho'ng aqim aqib keldi qarindoshlar. Bu ikki cho'ng aqim orasida kurash davom qilib keldi. Bu aqimlarning biri nubuvvat va risolatdan manbalangan ilohiy va rahmoniy aqim. Payg'ambarga tayangan, dinga, diyonatga tayangan rahmoniy bir aqim bor dunyoda Adem alayhissalomdan hozir qadar. Yana birisi Allohdan ayrilgan, insonlar tarafidan ijod qilingan falsafaga ve zahiri sebeplerine tayangan dünyevi aqim. Bu falsafaga tayangan zahiri sebeplerine tayangan dünyevi aqim deganimiz Allah'ını inkar qiladigan aqim. İnsanlar tarafından ijod qilindi dedik-ku falsafani. İnsanlar aqliga tayanib falsafa ijod qiladi, ankin falsafani asos qilib turib, dunyo qonun qurollarini shunga qarata qo'ydi. Bu Allah'ni ishidan chiqarib o'tgachga bular batıl hisoblanadi. Mush ikki aqim, ya'ni haq, batıl aqimi dunyo bo'yicha urushib, kurash qilib keldi. Qachon bu ikki aqim bir-biri bilan birlashsa, ya'ni din bilan falsafa, din bilan ilm-fan birlashsa va birga ishlasa, ya'ni Allohning loyihasi bo'lgan din va insonning mahsuloti bo'lgan falsafa, aql birlashsa, shundaqla diniy bilim bilan fanniy bilim hamkorlashsa ve felsefe İslam'a itaat kılsa
va billa insoniyatga xizmat qilsa, shu chog'da insoniyat dunyosi parlaq bir shaklda baxtlik va saodatlik bir ijtimoiy hayotga erishgan. Tarixga qarab baksak, saodatlik ijtimoiy hayotga erishgan vaqtlarning hammasida ilohiy sistemning aktiv holatda bo'lganligini ko'ramiz. Ammo qachoniki bu ikki aqim bir-biridan ayrilsa, ilmlar diniy ilm, fanniy ilm deb ayrilsa, din va fan orasida janjal chiqsa, butun yaxshilik va fazilatlar, nubuvat, risolat va islomiyat tarafda to'plangan bu chog'da va butun yomonliklar va ozg'unliklar dinga qarshi turgan falsafachilar tarafda to'plangan. Mana bu dunyoning tarixidagi bir amaliyat. Din va diyonatga bo'ysunmagan va Allohni inkor qilganlarning davrida bu dinsizlik aqimi shundoq yo'g'inaganki, yana bir deyli, din va diyonatga bo'ysunmagan, Allohni inkor qilganlarning davrida bu dinsizlik aqimi shundoq yo'g'inaganki, zaqqum daraxi kabi dunyoning ham yerini qaplagan. Butun ozg'unliklarga, zulmlarga, shirklarga, haqsizliklarga va hatto irqiy qirg'inchiliklarga atrofidan yer bergan. Hatto bu buzuqchiliklarga qalbidan va aqidasidan yer bergan. Hatto kuchning haqda ekanligini inkor qilib, haqning kuchli ekanligini tashviq qilishgan hozirgi zamondagidek. Jahannamda o'sadigan bu zaqqum daraxining aqliy quvvat shaqida dahriylar yetishib chiqqan, kommunistlar yetishib chiqqan, ateistlar, moddaparastlar, tabiatparast qatorliq zaharlik unsurlar o'sib yetilgan. Va bu unsurlar insoniyatning aqliga taqdim qilingan, insoniyatni zangli qilgandek, insoniyatga zararlik unsurlar yetishtirilib, insoniyatning aqliga taqdim qilingan. Bu zaqqum daraxining nafrat shaqida, yani bir nafrat shaxi var bunun. Bu şaxta Nemrutlar, Firavunlar, Şeddatlar, Ebu Cehiller, Mao Zedonglar ve Xi Jinpinglar üsüp yetişken. Ve bu kanxor qatillarni insoniyatning beshiga cellat süptide tiklep koygan. Bu zaqqum daraxining havoyi havas şaxida saxta ilahlar, butlar, tağutlar ve ilahlık davası kılgan kazzaplar üsüp çıkkan. Ve insanların pakiz akidesiga zehir gibi arlaştırıp itilgen. Demek ki bu aqim insoniyat tarixi bo'yicha insoniyatning beshiga baloyi ofatlardan boshqa hech narsa olib kelmagan. Endi biz mo'minlarning bog'chisi jannatda o'sadigan Tuba darxiga bir qarab chiqaylik. Bu muborak Tuba darxining aqliy quvvat shaqida payg'ambarlar, rasullar, nabiylar, elchilar, payg'ambar varislari bo'lgan rabbaniy ulamolar, sodiq fidoilar, siddiqinlar, shahidlar, solihlar va avliyolar yetishib chiqqan va insoniyatga rahbarlar, ulgular va o'rnaklar sifatida taqdim qilingan. Va insoniyat bularning zamonida eng baxtli va eng barakatli zamonlarini yashagan. Bu Tuba darxining mudofaa quvvat shaqida adil podshohlar, melek kabi pokiz meleklar, adil hokimlar, adil rahbarlar yetishib chiqqan va insoniyatning xizmatiga taqdim qilingan. Bu Tuba daraxining joziba va estetik shaqida go'zal axloqli insonlar, ismatlik va ma'sum go'zallar, sehi va saxovatlik mardlar va yigitlar yetishib chiqqan. Allohga sodiq, o'z xalqiga sodiq, vataniga sodiq, sodiqlar yetishib chiqqan. Va insonning bu Tuba daraxining soyasida yetishsa, qandoq mukammal va go'zal insonlar bo'ladiganligi isbotlangan. Demak,
inson nafsining va menning mushundaq ikki yuzi bo'ladi qarindoshlar. Biri Allohga qaraydi, Allohga bo'ysunadi, aynakka bir adolat bilan Allohni ko'rsatadi va insonga xizmat qilib, insonni dunyo va oxiratda baxtli qiladi. Yana bir yuzi aynakning orqa tarafiga o'xshash, o'zidan boshqa hech narsani ko'rsatmaydi. Allohning o'lchamini o'lcham qilmay, o'zini o'lcham qiladi. O'zidan boshqasini tushunmaydi. Butun nishoni va g'oyasi o'zi va dunyo manfaatlari bo'ladi. Natijada o'zini va uning bo'ysunganlarni dunyo va oxiratda jahannamga mahkum qiladi. Ya'ni qarindoshlar, bu nafsning pokiz yuzini qo'llansak, bu dunyo imtihonidan nayt xotirjam yaxshi o'tamiz. Agar bu nafsning mehnat yuzini qo'llansak, bu dunyo imtihonidan o'tolmaymiz. Shuning uchun deganki, bu dunyoning imtihon yuzi degan mazmun mishada to'xtayli. Vaqt munosabati bilan inshaalloh keyingi zamonlarda yana davom qilamiz. Ramazonning oxirgi 10 kunda qarindoshlar Allohga bek yolvoraylik. Shu dunyoning imtihonidan o'tkazib qo'yishni Allohdan o'tinib so'raylik. Alloh hammamizni nafsining yaxshi tarafini qo'llanib, imtihonlardan o'tganlardan qilib etsin. Subhana robbika robbil izzati amma yasifun va salamun alal mursalin. Valhamdulillahi robbil alamin.